Bemorlarimizdan juda ko'p savollar yuz shaklini o'zgartirish, yuz konturini o'zgartirish bo'yicha kelib tushgan. Shu uchun bitta patsient misolida bu operatsiya haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bemor shikoyati yuz shaklini to'rtburchakligiga va kengligiga. Bemorda yonoq suyaklari juda ham keng joylashgan va pastki jag to'rtburchak shaklida. Pastki jag burchagi ham aniq bilinib turibdi. Old tarafdan ko'rinishini ko'rishingiz mumkin va bemor aynan shu chiziq bo'ylab, demak, yuzini qisqartirishni, kichraytirishni xohlaydi. Bu tipdagi operatsiya bizda V-line plastika deyiladi. Yonoq suyaklarini sindirib ichkariga kirgiziladi. Ko'rinib turgan pastki jag burchagini olib tashlanadi va yuz yumaloq, cho'zinchoq shaklga keladi. Va yuzni formasiga e'tibor bering. Yarim oval ko'rinishda uzunchoq, demak, ayollarga xos ko'rinishga kelgan. Agarda sizda ham ushbu operatsiya qiziqish uyg'otsa, shu operatsiya haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta konsultatsiyamizda kutib qolamiz.